tashlaylar deb. Ular 15 minutda ichida 15 minutda ichida uchalasiga bitta Matiz 5 pulini urib yuborishdi. 2,5 ming dollar urib yuborishdi, ko'rdingmi? Ha, tog'alarimiz qudrati kengda. 15 minutdan bo'lmadi, 12 minut ichida 2,5 ming dollar urib yuborishdi, ko'rdingmi? Endi nima bo'ladi bular? Menga ham qilaylik. Menga ham qilaylik deyapti. Ular aytamanu senga ko'p aytaman, jon jigarim. Sen Bitta Matiz 5 pulini urib yuborishdi. Akalarda ham pul ko'p ekan, qara. 15 minutda ichida 2,5 ming dollar urib yuborishdi. Po'latda ham katta gol mayli. Men jim turaman, o'ziga o'zi mayli. 2 minut yig'sin mayli. O'ziga o'zida men akalarni vorim, bitta akalarni vorim, men ham bir 50-60 ga olayım men. Voy! nafsinga ko'p biladi, qulay deb qo'yarsa-da 50-60 ga deydi. Indamay tur endi. Nima desang sen chidashga majbursan, Po'lat. Indamay tur. Xo'p bo'ladi de. 50-60 ga sovg'ani olish uchun itday ertalabdan kechgacha shart qilayotganlar bor. Ha? Xullas? Endi 20 ga ham 100 dollar dalba yo'q. men shart qila olmayman-ku, do'stim, shart qila olmayman-ku men. Nega qilib beradi senga shartni? Tiling bor, mana tiling bor. Tog'alar ko'rib turibdi mana. Tiling bor, so'ra. Mat. Akalar bizga men ham qo'llar akalar, iltimos. Men ham bir nochor odamman. Akalar, men ham nochor odamman akalar. Ilmal odamman akalar. 50-60 ga qo'yaylik, rahmat. Oy. 50-60. Ana. Duoqa. Oo. Allah razı olsun, rahmat. Birlaringim besdan tan jonlaring sog' bo'lsin. Saxovatlaring cheksiz og'alar, rahmat. Jonlaring sog' bo'lsin. Rahmat. Osmon og'a rahmat de. Doim rahmat Usmon og'a. Meni Meridian tog'am bor edi, qaytib oldim Meridian tog'a. Bosi, rahmat og'alar, rahmat. Usmon og'a, do'shi, hammaga rahmat gul bergan akalarga. Allah razı olsun akalar, rahmat. Birlaringim bo'lsin. Sizlarga erkalayman akalar. Bitta yarim jon jiganlarim bor akalar. Sizlar nimalaringda ko'maklaringda bir shashlik-bashlik yeyib yotaman akalar. Jonlaring sog' bo'lsin. Bu plus 200 Allah razı olsun. 200 ming so'm pul so'rab chiquvdi. 100 dollarga ham to'ymayapti-ku. Hey, nima deysan? Rahmat og'alar, rahmat. Tashli deyapti-yu. Rahmat og'alar, bir 50-60 ga qilaylik, og'alar, iltimos. Biladi, bu yeyishga Iltimos. puli chichirgani 7 ta odam ovora bo'ladi-da. Og'alar, uraylik. 7 ta odam ko'tarib tualetga olib borish kerak, keyin chichirgani. Ovqat hazm bo'lib qolsa. Uraylik og'alar. 50-60 ga qilaylik, og'alar, shu yarim joncha jiyanlaringni ovqatiga qilaylik akalar. Undan so'ralmaydi. Sardor bilmasa duvoring o'zizdan. O'ziz bir narsa duvoring. Bir narsa o'ziz qilib bering o'ziz. O'ziz bir narsa. Undan O'ziz so'ralmaydi. boshlab bering menga ham. Menimcha sen Po'lat ana vaqti keldi. Mana shu ulug' kunlarda jannatga tushib qolasan. O'ksiz ichib ver jigarim. Bitir qilib o'lib ketasan. Qiynalib Sardor o'ziz boshlab bering bitta. o'ksiz. Sardor bitta o'ziz boshlab bering. Haniga ham menga ham. Bitta uring o'ziz ham. O'ziz bir marotaba turmagansiz. Yo'q, biromatib bo'lgan. Senga menga qaray, uchta qiynalgan ayolga urdim. Sen mayda narsa urgan, top birda turibman. Menchi. Men donator emasman. Men ham qiynalganman men ham. Men ayol kishi bo'lsa men ham qiynalganman, nochorman. Menga uring. Erkaksan, Ayol kimga beradi hozir? Erkak bo'lganim bilan men ishlayolmayman. Uka. Shoshmay tur. Ishlayolmayman men. Shoshib tur. Bitta qaringiz. O'chirib tur ovozing. Tog'alarim endi ja 50-60 ga urmanglar. Sal buni ham mayli. 50-60 ga. Sal bir qo'ttog'imda 50-60 ga kallangga sikasang. Qo'ttog'da olsang 50-60 ga. Akalar sal bir ko'tarib qo'yinglar. Sal ko'tarib qo'yinglar. Bo'lmasa hamma seni podishka qiladi. Prosta sen Qo'shdim bobo, qo'shdim. Bobojonim qo'shdim. Uchgan yo'qda seni biladi. Bor. Qorog'im qo'shdim bobo. Uraylik, ona uraylik, iltimos. Sen o'chga ovozingga qo'lang, omaga sizga. Jimgina turqan.
David aka bitta drip ko'rsating aka. Yetimga ham bir drip ko'rsating aka. Shunga ham bir hayding aka. Mayli onasini emsan. Ketsa boydan ketibdi tog'alar bir haydinglar Osmon og'a. Merijan tog'a. Zatsiya qilib oldi. Marjalol aka bir haydinglar. Bobojon. Bir haydinglar. Bir haydinglar mayli. Bir haydinglar qo'ldan kelgancha bir haydinglar qani. Mana aytdim. Qarab turing. Muzika qo'ying. Ye. 5 minutda o'ylayapti, ko'rdingmi? E. Po'lat? Qara, bitta narsa aytaman Sardor, bitta narsa aytaman. Mana Ana Osmon og'am urdi. Urushmasin-da, hozir ko'rsataman. Rahmat, og'a, rahmat, joni sog' bo'lsin. Alloh birizga men bersin aka, rahmat. Sen shunday reaksiya qilasanmi? Bidaras $50 uryapti, sen shuni qilib qo'yasan, tamommi? Osonmi shunday? Joni sog' bo'lsin aka, birizga men bersin, oltin bosh zamon bo'lsin. Do'stingiz bilan ishlayingiz yorug' bo'lsin, qandingiz baland bo'lsin aka. Allohim beshikaz bexatar yuring, birizga men bersin, topganingizga baraka bersin, topgangiz to'laga bo'lsin aka. Alloh hamisha o'z panohida asrasin, tan joningiz sog' bo'lsin. Ehson beruvchilar qatorida bo'lib yuring hamisha doim aka. Rahmat aka, Alloh rozi olsin aka. Bitta narsa gapiradi. Qara. Menga mana hozir Telegramdan SMS keldi, mana cheki ham. Mana Sodiqjon Maftuna Jo'rayevadan. O kuni men pul tashadim deyapti, mana cheki turibdi. Bir og'iz rahmat ham etmadi shu kut deyapti mana. Sen uni mana cheki ham turibdi, hozirga bloklamasa mana ko'rs. Chekigacha turibdi. Aytaman, nima aytmayman, aytaman men, rahmat deyman. O'shani ovozim chiqmayapti. Tashayapti. Ovozim chiqmayapti meni. Eshitmagan bo'lishi mumkin. Tomog'im bo'g'ilib yotibdi. Nima rahmat deyman, bitta nima deyman. Nima qilmayman. Biriga men tanjon sog'. Ovozini o'chib tur. Nima qildim? Po'lat. Sizdan bo'lyapti. Stiring jonika. Akalar, ilohim kim ko'tarsa bilagini Xudo bersin tilagini. Mana shunday ulug' ayyom kunlarda, mana shunday ulug' chiroyli kunlarda qo'ldan kelgancha qilgan ehsonlaringni Alloh o'z dargohida qabul qilsin. Har doim Usmon og'a, Merdlin qolganlar har doim Allohning panohida bo'linglar, yo'llaring ravon bo'lsin. Har doim har haligi balo qazolardan yaratgan egam o'zi asrasin. Farzandlaring, oilalar har doim tinch totuv bo'lsin, bosh bo'linglar. Xudo bergan umrni juda chiroyli yashanglar, farzandsizlarga farzand bersin. Dard bilan yotganlarga shifo bersin. Alloh o'ziga muhtoj qilsin, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin ilohim. Har doim musofirda yurganlarda Alloh o'z panohida asrab, farzandi, oilasini bag'riga, quchog'iga, ota-onasini bag'riga sog' salomat borishiga yaratgan egam o'zi sababchi bo'lsin. Mana shu anavi Qora Maymun Sardorni ham ishlari yurishib, bu ham o'sha vatanda yana karillab, kurillab 5 sutkaga kirib chiqsa ham o'sha O'zbekistonda yuraversin. Alloh. Minnat ko'rganga qalamish. Bo'ldi. Ola uraylik, mana. Sura iltimos uraylik dema, iltimos. Ko'zini qarang, o'ynayapti ko'zi. Menga yordam qilinglar, ola. Bilad, buni yomon ko'z ochdi, bilad. Menga yordam qilinglar. Jiyanlaringiz. Sen 200 ming so'm pul so'rading, $200 podarka urishyapti. Yetmaydimi? Sardor do'stim, 50 bo'lmasa 50 60 bo'lmasa 50 olay, hech bo'lmasa meni. Sal ro'zg'orim butib qolar, shashlikdan tashqari ro'zg'orim ham bor-ku. Assalomu alaykum, Sardor, hoji, nega ish qaraysizlar? Qalaysiz, yaxshimisiz? Sardor, siz emisiz? Nega ish yaxshimisiz? Yaxshimisiz, opa, zo'rmisiz? Ular haqiqatdan negin ayol bo'lib so'ramayapti. Shuni ham bolasi bor. Etimga. Men so'raman. Bu qizni bolasi nogiron men ko'rganman. Mana rizqini beribdi. Xudo ko'rdingmi, avtomatik shaklda o'zi niginga mana bo'lib ketdi bu orada. Rahmat, Sardor aka.
Xursand bo'ldim, rahmat. Mana bu yoqda o'zi bir etga yordami tegmayotganda. Doğru do'stim. Doğru do'stim. Ha menga bitta urib ko'rsatib bering, bitta uring, haligina yurdiz. Men nima odamni yarimtasimanmi? Ha, yarimtasidan-da. Sen odamni yarimtasidan-da etimga. Sendan men reaksiya ko'rmayapman. Akalar shunday biladi. Katta Yaxshi gapir, Po'lat, yaxshi gapir, iltimos yura. Sen yaxshi biladi. gapir. Sen urush qilyapsan odamlar bilan. Sen urush qilyapsan. Allah sog' bo'lsin, yemaymisan deyapti. Unday Allohim martabasi. daras sen o'zing qiynalgan odamga urush Berding, rahmat aka. Endi. Dilshod bey, assalomu alaykum. Iltimos, shu yarimta jiyanlaringga bitta yordam qilinglar akalar. O'xshatamiz. Yana. O'xshatgin tashlaydi akalar. Oma boru. Qanaqa qilaman? Qiynalgan odam qanday bo'ladi? Qiynalib qolgan payting qanday o'xshata olmaysan? Oma Po'latdaqa yarimta ishlanimiz bo'lsa boru, Amerikada ishlasang ham yetkazolmaysan-da. Yarimta. Amerikada ishlasang ham yetkazolmaysan. Bitta yig'la. Ha, ko'z yosh to'k. Mana. Ovozli yordam qilishi shu akanaga ayting. Bitta yig'la deyapman-ku, bitta yig'la. 50-60 ga olib meni ro'zg'orim butib Sardor do'stim iltimos. Aljolar sog' bo'lsin. Onangizga rahmat, qayimga tanishtirishga kino o'ynasinmi? 50-60 ga deydi yana. Yosh chiqmayapti-ku. Yig'la. Ursa 3 yosh katta, sevinganmi bitta chiqadi. 50-60 ga olib meni. David aka, iltimos aka. Joni sog' bo'lsin, endi so'rab olmaylik. David aka, bitta xursand qiling aka. Odamlar nega? Nozim yoshiga kirib o'tiraman. David aka, bitta xursand qiling aka. Iltimos aka, joni sog' bo'lsin. Alloh qabul qilsin. Bitta ayolni xursand qildingiz aka. Mana shu yetimda ham bir xursand qiling aka. Menga yordam qilinglar, iltimos, iloji yo'q kiraman men. Ana endi o'xshabsan. Ana endi sal o'xsha. Anjomlaring sog' bo'lsin. Bitta xursand qilinglar akalar. Rahmat aka. Akalar bitta xursand qilinglar. Haydinglar. Qara senga biladi, daraz hech kim urg'isi kelmayapti senga. Bo'lmasam hozir bir qiynalgan ayolni bitta olib chiqay, hozir ko'rasan, 100 ga urishadi. Ko'zingni oldida urishadi. Akalar. Hozir o'xshatolmayapti-a? O'xshatolmayapti. Qanday naql o'tkazishim kerak, nima qilib tushirishim kerakmi? Akalar. Chiqib ketyapti mana ko'z mingga tashlaydi.